Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan Riyad Center Andijon klinikasi bilan to'liq tanishib chiqamiz. Klinikamizga kirishingizda sizni registratsiya kutib oladi. Klinikaning asosiy qismi ikkinchi etajda joylashganligi sababli hozir sizlar bilan ikkinchi etajga chiqamiz. Aytib o'tganimdek, klinikamizning asosiy qismi ikkinchi etajda joylashgan. Bu yerda jismoniy, aqliy, nutqiy rivojlanishdan orqada qolayotgan, diqqat yetishmovchilik hiperaktivlik sindromi, autizm, ras kabi kasalliklarga chalingan bolalar bilan o'ndan ortiq malakali mutaxassislarimiz faoliyat olib boradi. Endi esa mutaxassislarimiz bilan birma-bir tanishib o'tamiz. Ushbu xonada neyropsixologimiz Burano Sabinov ishlaydi. Autizm, ras, diqqat yetishmovchilik hiperaktivlik sindromidagi bolachalar bilan ancha ish tajribasi katta. Ushbu xonamizda vodiy degani hisoblangan o'ytoterapevt va boboterapevt mutaxassislarimiz mashg'ulotlar olib boradi. Ushbu xonamiz mikrotokiy refleks terapiya xonasi bo'lib, bu yerda asosan aqliy nutqiy rivojlanishdan orqada qolayotgan ras bolachalarga tokli stimulyatsiya muolajasi olib boriladi. Keyingi xonamiz EG xonasi. Ushbu xonamizda elektroensefalografiya tekshiruvi olib boriladi. Endi esa vodiyda kamyob hisoblangan muolajalardan biri gidromassaj xonamiz. Ushbu xonamizda suv orqali massaj qilinadi. Aytib o'tganimdek, klinikamizda o'ndan ortiq malakali mutaxassislar, jumladan neyropsixolog, logoped, o'ytoterapevt, boboterapevt, massaj LFK instruktori, nevrolog, pediatr kabi mutaxassislarimiz faoliyat olib boradi. Ushbu mutaxassislar bolalarda uchraydigan barcha nevrologik kasalliklar, jumladan jismoniy, aqliy, nutqiy rivojlanishdan orqada qolish, diqqat yetishmovchilik hiperaktivlik sindromi, autizm, ras kabi kasalliklarda samarali yordam bera oladi. Klinikamiz Andijon shahri Furqat ko'chasi samolyot maketi ro'parasida joylashgan. Murojaat uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.